Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 8-oydagi 4-kuni yakshanba. Menda vatan haqida yana ozroq uchurlar bor. Shularni sizlarga qisqacha yetkazib qo'yay deb o'yladim. O'tganda sizlarga degan 5-oydagi oxirlari shu Rashida Davud qatorliq 6 dak Uyg'ur xonimlarni qo'yib ekan. Keyin Rashida xonim ko'chalarda so'zlagan bo'lib qopti. Ro'y jihatdan ro'y kasal bo'lib qopti deb shuni degandim. Yaqinda shu quyayotganlardan yana biralan nayt tuyuqsiz og'rib bolnisi kirib qopti doktorxonaga. Shu doktorxonada yetib davolni kirib bir necha kundan keyin o'zi bilan o'xshash vaqtda chiqqan Yamirxonni uchirtib tashladi. Yamirxonim bolnisi yetib qolmoqdi. Lekin umu ahvoli yaxshi emas ekan. Doktorxonaga kirib qolibdi. Bu nayt bir eg'ir ahvol. Burundan tortib nasiyat anladik. Men mujiq ta'kidlab kelyapman bu ishni. Hozir chiqqanlar asosan ya ro'y kasal olib chiqyapti yoki jismoniy jihatdan kasal olib chiqyapti. Ichki jihatdan sirtda ancha ko'rinmagan bilan bir qismlari chiqib uzun bo'lmay o'tib ketdi. Men necha oyning oldida nechalarga borgan naylarga borsam shu qarindoshlarni ko'rishib paranglashib hammasniki eg'ir dadi bor. Burun saqmasa qadam kirib ketib necha oydan keyin chiqib tugab ketgan. Chiqqandan keyin bir necha oydan keyin tugab ketgan ahvol bek eg'ir. Hozir menda ma ishlar kulligil turibdi. Ondan keyin bu doktorlar tekshirgan vaqtida ba'zi ishlar kelganchada bular digilmay ekan, nima ish bo'lganligini. Yushirdigan ishlar bor ekan doktorlarniki. Shunga biz bu jihatda burun bir qism shularni egallagan lager kirib qolganlarga ya dori yuzib yoki o'q urib bular ustida bir xil biologiyalik tajriba o'tkazib deb yoki shunaqa asxaratlik asosda o'limga olib boradigan bir qism narsani qilyotdi deb. İş qilib Uyg'urlarniki taqdiri, lager kirgan taqdiri pek vahshiy oqibatlarni oxirlashyotdi. Zodi konkretni nima ishlar bo'ldi bu yerda bo'lyotdi biz to'liq bilmaymiz. O'ng'allarimiz shunday ichinishliq. Amaliyotda mana shu yaqinda vatandan kelgan yana bir uchur, aşağıdan deyishcha, mana shu lagerlarda yetib chiqqanlarniki deyishcha lager degan narsa mavjud emas deydi. Ularning hammasi turma. Turmadan hech qanaqa farqi yo'q. Shu xonim qizlarni sulagan kameralarmi 20 kvadrat metrlik kamerada 30 dan xonimlar turibdi. 3 qurilib o'tiribdi ekan, qat'iy medir qilib bo'lmay ekan. Ularning eng kichigi 14 yosh, eng cho'ngi 80 yoshda edi. Ularni kuniga bir qatim sirtqa chiqadi ekan. Ama qo'liga taqoq, putiga kishan, beshiga qora xalta kiydirgan holatda chiqadi ekan. Sirtda qanchalik vaqt turdi bilmadim. Ama qaytib kirgandan keyin kameraga ularniki qo'ldagi taqoqni evetadi ekan. Lekin putidagi kishan shubati turdi ekan. Ashta bo'g'ashqa nurg'un shu lagerga kirganlarniki nurg'unlarning puti ostidagi kishan tug'an qismi jirangdab sesib butun rangi o'zgarib ashta hop chiqadi ekan. Chiqqan vaqtida o'tganda mana shu Qozog'istonga chiqqanlarga deyman shularniki bir narsasi putini ko'rsatgan, men videoda ko'rgandim. Putni ost tarafi qop qora putlar rangi o'zgarib ketgan bir holatda. Ma u yaqin quyayotganlarniki bu shu ahvollar bor ekan. Ana lagerda o'zaro paranglashga qo'ymay ekan, qat'iy hech qanaqa qilib qo'ymay ekan. Ashta boshqa lagerdagilar bir xil sharatlar belgilar bilan o'zaro paranglashadigan bir xil choralarni o'tirib chiqiribdi. Choralarni ishlatib turib ancha-muncha aloqa qilishalar ekan, lekin paranglashmay ekan. Ehtimol anladinglar, yaqinda bir qism kishilarga viz beryapti chet eldan. Hozir ketib qolib berib kelganlarmi bor. Bular endi kelganlarning deyishcha, bular bo'lgandan keyin hech qanday ko'chalarda yoki atrofida bir normal odamni uchratmaganligini deb kelyapti hozir. Burunlarni yiqib o'tganlarmi bularni ko'z qachib ekan, qat'iy qilolmay ekan. Aniki shu g'alita deydi turuqlari, qaqilishlari.
bir xil Leroy kishilardamdaklam bo'lib qolibdi deydi. Anın diken hazırmı yine şu burun lagerda sulangan yerge şu sulanganlar içinde nayetlik yukarı derecedeki ekleyemge kalan yoki kaldırıp işleyen Xitoyga aytasiz işleyenler olsun mu aşılarını mı intayin eğri derecede kesetki oturuptu. Bazılarını anladım ularni emniyeti burun nayeti Xitoy için obdan hizmet kılarlarken lekin akli cihetten akli gücü yukarı boğalı için bilim yoki kabiliyet cihetten ularni mı şu ömürlük turmuğa kesetkenligini haber yaptı. Anımdaki ben meygellige yeni bir uçur hazır şu vatandaki maaşlık kişiler katli nakbul kömeydiyken bu hükümet ulanı ki maaşını turlapla banka kıldık bediyken hem adamlarga bir xil kart taqtıptı. Bu kart xuddi chet-eldagi kredit kartga o'xshashgan. Mayli bola olsun, mayli cho'ng olsun, kichiklar olsun. Neymişli qilsa shu kartni ishlatib bir narsa oladi ekan masalan. Hozir endi buni anlagandan keyin men qo'limga bir narsa kechdi. Endi bularni deyishicha o'ziniki bankada qancha pul bo'lganini bilolmay ekan hozirgi bankaga berib, bankada ko'rishib pul oldigan undashlar yo'q ekan. Ashta bo'lg'achqa ikki jihat narsani o'yladim men. Birisi Xitoy mushta usul orqali Uyg'urlarniki butun sharkatlarini kuzatib turdigan. Nima yeyotdi bozor chiqib degan narsani kuzatib turdi ekan. Yana birisi o'ylab baxsanlar agar Uyg'urlarniki bir kunsi qo'ldagi kartni ishlamas qilib qo'ysa, bular asosan qo'shiq yeydigan narsani ololmay jon berishga to'g'ri keldi. Bu naydi bir kontrol qilishning naydi bir yaxshi usul ekan. Neçə gün aldı chet eldagi bir qarindishimiz vatandin kelgan bir kitobni menga o'tibdi. O PDF kitap ekan. Vatandagi uni o'tgan singlimiz shu Erkinston akamizga yetkazib bersangiz deb havola qilgan ekan. Uni menga o'tib berdi. O kitobning ismi Bolalar o'yinlari to'plami degan kitobga. Uningda jami 101 bolalar o'yinlari bor ekan. Kitap ko'niziq PDF shaklida. Bu chet eldagi inglizcani bilmaydigan qarindoshlarniki bola tarbiyasi uchun nihoyatda muhim bir material ekan. Men uni o'zimdan to'rbetga chiqarib qo'ydim. Ili ularni qo'yib qo'yman men Facebook'ga. Aşağıdan elib ishlasanglar bo'ladi. Bu kichik bolalar uchun o'ziniki qo'l ko'zlarini ishlatib, amaliy narsa yasab, mana ilm-fan proyektlarini qilishniki qiymat intayin zo'r. Şuna qarindoshlar bilan sal qaramasanlar, bo'libmi Turkiyadagi qarindoshlar ingliz bilmaydigan qarindoshlar bu kitobdan obdan foydalansanlar bo'ladi. Bu bolalarniki aqliy kuchini o'stirishda nihoyatda zo'r qiymat bor. Endi meniki pek ta'sirlanganim hozirgidek mana ig'ir kunlardami vatandagi shu singlimiz bir Uyg'ur uchun xizmat qilay deb yana mushnaq darsni tayyorlab vatandan chet elga chiqaribdi. Men ta'sirlandim. Osmoningizga ko'pdan ko'p rahmat. O'tganda bir 3 parcha Xitoycha jadvalni inglizcha tarjima qilish ishini chaqir qilib natija hukmlar chiqqan, uni tarjima qilib berman deb keyin ikki hukmimiz o'rtoq ishlab uni inglizcha chiqdi. Yaqinda shu jadvalni yana bir hukmimiz Turkiyadagi bir hukmimiz turkcha tarjima qilib chiqdi. Hozir uni torbatga qo'yib qo'ydik. Men uniki adresini torbatga chiqarib qo'yaman, bizning Facebook'ga. Bo'lsa Turkiyadagi qarindoshlar va turklar bilan yaqin o'tadigan qarindoshlar shu jadvalni shu turk muxbirlarga yetkazgan bo'lsanglar. Hozir umumyuzlik bir ahvol bor, biz duch kelayotgan og'ir bir ahvol, og'ir qiyinchilik. Umum nima desanglar, hozir qadar mayli chet el hukumat bo'lsin, masalan Amerika hukumati, Yevropa birligi, BDT yoki biz ko'rishayotgan muxbirlar bo'lsin yoki advokatlar bo'lsin, bularning hammasi Uyg'ur masalasini, hozirgi Uyg'ur masalasini madaniyat qirg'inchiligidan yuqori darajaga ko'tarolmayotdi. Hatto shu hukumat bilan aloqa qilgan Uyg'ur tashkilotlarga cheklim qo'yildi bu vaqtda. Uyg'ur masalasini faqatla madaniyat qirg'inchiligidan irqiy qirg'inchilik desanglar to'g'ri bo'lmaydi deb ashta deb turibdi. Sababi nimasi isbot yo'qdi. Shunga chet eldagi Uyg'urlar uchun intayin muhim bir vazifa isbot bo'lib qoldi hozir. Nima bir isbot. Shu ba'zi qarindoshlarning deyishicha
bu jadvalni 2014-yildan boshlab ishlatdik Xitoy hukumati Uyg'urlarni tizimlashga ishlatib, keyin mushunga asosan Uyg'urlarni lagerlarga sulagan ekan. Shunglashqa mushu jadvaldagi ahvolga qaragan chog'dami, bu lager ulashniki talbining naqadar tuvanligini ko'rib olib bo'ldi. Shuna boshqa qarindoshlar cho'qim bunday isbotlarni cho'qim chet el hukumat, muxbir, advokat qatorliq kishilarga to'q yetkazgan bo'lsa, buning kuchidan foydalansak. Endi yana bir ish yaqinda Go'nguyning ustidan bir advokat shirkati Azqitto degan gap chiqdi. Azqitto Go'nguy Xitoy uchun ishlaydigan josuskan degan. Bu ish mundaq men tushuncha bir qo'y bu vaqtda. Go'nguy bir xususiy tashirdigan shirkatni yollab, shu Amerikadagi 20 nechalik faoliyat qilayotgan Xitoylarni tekshirib qilishga yollagan ekan. 9 million dollarga deyishdi dastlabda. 1 million dollarni beribdi ularga. Keyin aliqda ziddiyat tushibdi Go'nguy bilan advokat shirkati o'tirsida. Ziddiyat tushib, bu advokat shirkati Go'nguyning ustidan Azqitto. Go'nguy Xitoy uchun ishlaydigan odam ekan deb. Ashunlar bu narsa chiqqandan keyin CNN, MSNBC degan bir qism cho'ng Amerikada cho'ng media shirkatlari xabar beribdi bu haqda. Go'nguy Xitoy uchun ishlaydigan josus ekan deb. Mushta bir ish bo'ldi. Mushning bilan bir qism qarindoshlar bunda yakun chiqarib Go'nguy Xitoyniki josus ekan degan gaplar tarqalyapti. Amerikada pul odamlarniki hammasi boshqalar ustida az qilaman desa, asal az qilaoladi. Az qildi degan gap bu odam gunohkor degan gap emas. Amerika va G'arbniki bir so'zi bor. Isbotlanmaguncha gunohsiz degan. Siz az qilsangiz bo'ldi, qarchaplasangiz bo'ldi, lekin isbotlanmasa gunohsiz u odam. Isbotlanib bo'lmagunchalik odamni ularga gunohsiz deb qaraydi. Go'nguyning ishi shundoq. Shunga hozir endi bir kun men bir hukumatdan ko'rishgan Go'nguyning ahvolini yaxshi bilib mangda hukumat. Hukumatga shu bir kun uchir kapti. Go'nguy abaytaman degan CNN, MSNBC qatorliq cho'ng media shirkatlarining ustidan arz qildi. O'ziga qarchaplab xato narsani xabar qilganligi uchun. Shunga bir mustaqbir advokatlar ustidan arz qilish jingi bo'lyapti bu yerda. Shunga hozircha yakun chiqmagan yaxshi. Oxirida qanday qilolmaydi. Bu qandaqdi meniki Go'nguyni bak yaxshi ko'rib ketganligim uchun dalqan gap emas. Go'nguyniki uyg'urlarcha qilgan bir qism yaxshi ishlar bor. Bir qism uchurlarni biz undan bildik. Uyg'urlarni Xitoy hukumati qaysi darajada vahshiy bostirgan qanday ishlar qilganligi haqida bir qism uchurlarni. Buningda yana nayt ko'p uchur bor Go'nguyda. Hozir shu g'arb qilib qatgan isbot Go'nguyda bor deb o'ylayman men. Agar ashni biz qo'lga tushira olsak, vatandagilar uchun bir adolatlik ahvolni vujudga keltirishda nayt cho'ng rol o'ynaydi. Shunga u bir tarafim bor, lekin bunday ishlarda haqiqiy hal bo'lmagan ishlarda ustida asqaliq xarakterlarni bu odamni Xitoyniki josus ekan deb qarash muvofiq emas. Buni eslatib qo'ydim. Men tunogin tekshirib baktım, o Amerikadagi ichki qonun loyihasini Uyg'urlar uchun chiqargan. Hozir Avam palatasiniki qonun loyihasi imzo qo'yganlar 92 bo'libdi. Kengash palatasiniki 44 bo'libdi. Kengash palatasidan umid zo'r. Hozir agar o'tirib tashlasa, bu taslim ketadi deb o'ylayman. Yine 7 odam qo'llasa buni 44-50 odam bo'lsa bo'ladi. Buni o'pitlar o'tdi. Buni o'tkazishda nima bek cho'ng, umid bek cho'ng. Hozir endi chet eldagi bir qism qarindoshlar shu isbot to'plash ishiga kuchab kirishyapti. Navbatda qilish tegishli muhim ishlarning birisi shu. Abaytaman degandek Uyg'ur masalasiga xalqaro madaniyat qirg'inchiligi degandan yuqori darajada qaramayapti hozir. Ashta bo'g'ashqa isbot to'plash bek muhim bo'lib qoldi. Bu mush masala uchunmi? Yana bir tarafdan Xitoylar xalqaro besimniki kuchayishiga erishib, vatandagi Uyg'urlarni eg'ir bir taraf qilib o'tish qadamini tiziltiryapti bular. Burun necha 5 yilga planlagan narsalarni hozir 2 yil tugatamiz deb tiz qilyapti. Shunga biz qancha saqlasak, o'zimizga bo'lgan ziyon shuncha cho'ngib ketadi. O'zimizning oilasiga bo'lgan ziyon bak cho'ngib ketadi. Ashta bo'g'ashqa shu isbot to'plash, isbot berish ishlariga hamma qarindoshlar bak ko'ngil bo'lgan bo'lsa, buni hammadan qila oladi, uy turib qila oladi. Hozir Jini bunin degan Uyg'urlarning do'sti, u kishi buni aytdi, kuchab bu ishni qilyapti. Andan keyin Norvegiyadagi qarindoshlarmi shu bir qancha tashkilotlarga vakolatan
mushni yapırvatıdı, ulan bakçın çıntvatıdı bu işini. Yakında ulardan yeni bir kısım yaxşı xabarlarını anlayısılan. Yine bir haftadan keyin, aslında özürden anlanlar. Anadaki mevtkende dedim, şu yeni bir top Uygur yaşları lager hakkındaki ispatlarını toplap, onu bir mükemmel material kılıp köp kıltılda işe çıkarmak için olgan. Ularım iş başladı hazır bu şartta ciddi tayyorlik qilyotidi. Chiqib mushqa yaqinda maslashib bo'lsanglar. 7 ayning 26 kuni Los Angelesdagi bir Los Angeles Qonuniy yordam fondi jamiyati degan tashkilotniki o'rlashtirishida advokatlarga bir Uyg'urlar haqida leksiya berish faoliyati bo'ldi. Uningga men bordim. Ondan keyin intizor degan bir inimiz bor. Yosh inimiz. Bu hozir o'zining xizmatini tashlab şu Xitoy tilida video ishlab yoki naq maydon program ishlab taqitib Xitoylar orasida cho'ng ta'sir qo'zg'ayotgan inimiz bor. Intizor ismi. O inimizin badi. Ondan keyin Yahudilar dunyoni kuzatish tashkiloti degan bir tashkilotniki an degan bir xonim direktori u badi. Üçümüz de bu yerda leksiya so'zladik. 15 tak advokatlarga faoliyat yaxshi bo'ldi. Bu en degan xonim uygulanışıga kuchayotdi. Bulutmu Amerikadagi, Kaliforniyadagi Kamala Harris degan yana bir senator ayol bor, qartalik xonim. Hozir demokratlarniki prezidentlikka qatnashgan, prezidentlik saylovida qatnashgan xonim. Ash xonimniki Uyg'urlar qonun loyihasiga imzo qo'yishida kuchi deb shu en degan xonim. Üçümüz leksiya so'zladik. Leksiyadan keyin bularimiz advokat bo'lganligi uchun şu Xitoyniki Xi Jinping qatorliq, Xi Jinping Chenjangu qatorliq rahbarlarini xalqaro sudga tortish masalasi haqida azroq paralashdik bu yerda. Hozir ish qilib mushtimi bizda ig'ir qiyinchilik bor, lekin yaxshilarmi bor. Bu vaqtda yana keyin bir qism gaplarni anglaysizlar ish bo'lgan vaqtida. Bugungi meniki dapmoqchi bo'lgan shunchalik. Endi meniki programmamni videolarimni ko'p sondagi qarindoshlarga aytdi. Yaxshi ko'ryapti, menga imkoniyatlar keladi davomli. Ba'zi qarindoshlarda biroz andisham paydo bo'lib qolibdi. Vatan haqida bu salbiy narsalarni da'vasingiz kishilarni umidsizlantiryapmabsizlar. Men bu ishni chet eldagi qarindoshlarni umidsizlantiraman deb qilmayman, qat'iy buni bilan bilasizlar. Endi buni hozircha demay, biz bexaram yoki bak azoblanib ketmay qo'shal yashagan bilan bu ishga oshkor bo'ladi. Vatanda xalqqa bo'layotgan ziyon, ig'ir ziyon har kuni davomlashyotadi. Ashta bo'g'ashqa biz ahvolni yaxshiroq bilib, shuni qarata qo'limizga kelgan ishlarni qilib manganimiz yaxshi. Bo'lmasa kasalni yusasang o'lim oshkor degan gap bor. Kim baribir oshkor bo'ladi. Oshkor bo'lgan vaqtida baribir o'qimiz, baribir azoblanamiz. Keyin uni ko'ra buni agar bilasak hozir, buni bilib o'zimizning qo'limizga kelgan ishni qilib manganimiz yaxshi. Bundan boshqa menga mana shularni yetkazayotgan qarindoshlar cho'ng xatar ichida qilyotdi. Men bu bevosita olmadim xabarlarni, lekin bevosita vaqtlarim bor burun. U chog'da buni video ishlamagan. Menga ikki inimiz 20 yoshli inimiz aloqalashgan burun men bilan. Ki ular yo'qolib ketdi. Shular men bilan ko'chga vaqtladim degan aka men patiqinda o'lishim mumkin, deb ketishim mumkin. Deb ular men bilan aloqalashib bu ishni qilmaylikam, bexatarlik degan vaqtimda menga ashkapdan degan. Keyin ular men bilan ikkinchi aloqalashmadi. Ular ashlilik uchurini bizga ma'lumdirmiz deb jinni olqinga yaqib turib quvvatdi. Endi biz niyatda anglashtirma qo'rqib, buni olsak men ko'nglim yerim bo'lib ketdi ekan yoki umidsiz ketdi ekanman deb o'ltirsak menimcha adolat bo'lmaydi. Bu menga qilayotgan uchurlar vatanliklarniki menga bizga bergan omonati. Meniki chet eldagi qarindoshlarga yetkazish majburiyatim bor. Shunga buni mutlaq tushunsanlar bo'ladi. Menga uchur yetkazayotgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarniki yordaminglar bilan hozir vatanniki vaziyati haqida har holda garchi bu ichinishliq vahshiy bo'lsa-mu, umumiy ahvol zodi nima, nerdan naychi bo'lyapti, qanday ketyapti degan masalada xil obdan narsalarni bilib mengyapmiz hozir. Umumiyga qaragan chog'da hozir ahvolda ancha-muncha Xitoy o'yin o'ynayotdi, meniki hozir his qilganim. Masalan, ancha-muncha chet eldagilarga viz berayotgan ahvolmi, ashuna ahvollar, undan keyin lagerdagilarni ancha-muncha quyayotgan ahvollarmi, quyib berayotganlarmi ahvollar bor. Lekin bu internet qisman bular
bir taraf qildigan odamlarni asosan bir taraf qilib bo'ldi. Bizniki agar mush ishda mushni to'sib qoldigan mushtaq bir ishda agar bir kun kechiksak bizga bo'lgan ziyon shunday cho'ng bo'ladi. Shunga biz qattiq belni qo'yatmayli, bundaki davomli tirishishimiz to'g'ri keladi. Maqolamsa men bugun bu so'zlar, kelar qatim ko'rish amon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.